Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun 2025-yil. Hop, 25-aprel sanasi. Mana bochkamizni suv tortish jarayonlari. Hop, ariqdan tortadigan alohida bir nasos olmoqchi edik. Yaxshisi 74-75 dollar atrofidagi. Shuning uchun uyimizdagi eski motorni xuddi shunaqa montaj qildik. Hop, pastga xuddi shunaqadan yasadik. Mana joylarni teshib suvga nima qildik. Hop, bu yerda suv yaxshi tortish uchun bu yerdan suv quyiladi. Suv quyilib olgandan keyin mana joyni qatirib qo'yamiz. Hop, mana tarafda bochkaga tushyapti suv. Hozir ko'rsataman. Hop, mana suv tushyapti. Farg'ona kanali suv bo'lgani uchun loyiqa, suvlarni ko'rib turibsiz loyiqa. Tinish uchun bugun masalan kechki payt suv tortirib kelsak, ertalabga tapingni oqizadi yoki ertalab suv to'ldirsak, kechki paytga suv oqizadi. Hop, qurbamiz mana 32likda montaj qildik. Hop, hamma narsalar oziqlar berilyapti. Hop, bu bochkamiz 2 tonnalik. Xuddi shu motorda 45 minutda to'layapti. 45 minutda to'layapti. Suv tingandan so'ng bu yerda ochamiz. Filtr. Hop, filtr to'layapti. Hop, bu narsalar mayda-mayda suvda qoldiqlar to'layapti. Bugun tozaladik. Hop, xudo xolasa hech qayerdan bir mana bu joylardan ham suv oqmadi. Xuddi shunaqa qilib bemalol yassa bo'lar ekan, arzon tushar ekan. Hop, birinchi kuni 2 tonna bochkamizni shu 10 sotikga hammasiga qilgan edik. Suvga yaxshi to'ymadi, shuning uchun 2 ga bo'lib tomchilatyapmiz. Hop, shunda sal suvga to'ydi. Endi bugun obedgacha bu tomonga oqizdik, endi xudosi endi bu yarmiga oqizamiz. Hop, quplaylarimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Hop, oldi qizarishni boshladi. Mana holatlari. Xuddi shu holatda. Hop, mana mevalari. Endi bunga salafan tortishimiz kerak. Salafan tortgani to'g'risi hali vaqt bo'lgani yo'q. Mana mevasi. Mana mevalar. Peki oturmay tamamlab ko'rmayapmizmi? Mana holatlari xuddi shu holat. Hop, endi hozir kampini nima ko'rib turibsizlar, mana bariga och. Mana yashil tabatroq, ya'ni temir moddasi yetishmovchiligidan endi kapinidan oqizamiz. Hop, 1 tonnaga temir moddasi, temir kakaoga o'xshagan nima bor-ku? Kakao deydimi? Kofe bor-ku, xuddi shunga o'xshagan 1 tonnaga 60 gram mo'ljalda berilyapti har safar. Xuddi shu holatda. Hop, ana mevalar. Mevalar. Mana mevasi. Yaltiroqligi ham yaxshi zo'r. Endi boshqa mevalari maydaroq bo'ladi. Endi xudo xolasa endi oziqa berishni endi boshlaymiz tomchilatishdan. Endi bundan buyon sekin-sekin xudo xolasa qo'shadi degan umidamiz. Avvalo xudo